Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana hozir kombaynlarimiz keldi Xitoydan. Xudo xolasa o'ta sifatli kombayn. Guruch, bug'doy, shola bug'doy hammasini o'radi, xudo xolasa. Dukkakli mahsulotlarni ham urishga mo'ljallangan. Bittasini sotdik уже. Hozir nalichida bir dona qoldi. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar, xudo xolasa. Kichkina 1105 traktorlarimiz ham keldi. Hozir bir donasini tamburniga terib qo'ydik ko'rsatish uchun. Qolganlari orqada turibdi. Bu traktorlarimizdan ham kerak bo'lsa kelaverasizlar. Buni ham choti mana ancha katta bo'ladiganini olib keldik. Xohlagan razmerga o'zgaradi. Hali to'liq yig'ilgan yo'q bu traktorimiz ham. Xudoda kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.